Leksimizi davamlaştırmaz. Hürmetlik vatandaş, bugün çizdağı 2023 yıl 7. ayının 4. günü haftiga Seyşembe vatandaş. Endiki mavzu mundaq vatandaşa. Adetimiz bo'yicha tunji qitim o'tkazilgan yuqori darajaliklar suhbati oyoqlashdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo qaratgan siyosatini qayta tekshirishga boshladi. Mavzuliq video film 2021 yil 3 oyning 19 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Avtori axborot sanasi, ya'ni TVBS. Video film ekranda mundaq boshlandi. Tunji qatimliq yuqori darajalik suhbat oxirlashdi. Amerika Jungo qaratgan siyosatni qayta tekshirishga boshladi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken shu chog'da mundaq ko'rsatdi: biz bildik. Suhbatga kelishdan burun bilgan edik. Ba'zi sohalarda asosan Jungo bilan fikrimiz o'xshash emas. Jumladan Jungoning Xinjiangda, Uyg'uristonda qilgan atkallari, Hong Kong to'g'risida, Tibet, Tayvan to'g'risida hamda internet sohasida qilgan atkallari shubhasizki bizga intayin aniq bo'lib keldi. Yana bir aniq bo'ladigan tarafi shu bo'ldiki, biz bu masalani bevosita ochiqlab turib o'ttirg'a qo'yishimiz kerak. Biz shundoq o'ttirg'a qo'ydik. Suhbat jarayonida Jungo Amerika Qo'shma Shtatlarining Alyaskada o'tkazilgan yuqori darajalik suhbati jarayonida biz bu masalalarni shundoq bevosita o'ttirib qo'ydik. Lekin Jungo tarafning qo'g'dinish xarakterlik javobiga erishdik. Ya qo'shilimiz deganlarcha bo'lsin degan emas, balki o'zini qo'g'dash, o'zini ayash xarakterlik javobiga erishdik. Lekin yana biz bu bir necha soat size yana keng sohalar bo'yicha samimiy suhbatlashdik. Bu keng sohalarda bevosita so'zlashga hali qiyinchilik bor. Asray davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan mundaq ko'rsatdi: bizning avval o'ylaydigan ishlarimiz va g'arazlarimiz to'g'risida so'zlashga bizga yana fursat bor. Ham Jungo tarafning avval o'ylashadigan masalalar va g'arazlari to'g'risidagi fikrlarini anglaymiz. Bizning kallamiz sagak bo'lishi kerak. Biz Washingtonga qaytib borgandan keyin Alyaskadagi fikr holatlarimizga baho berishimiz kerak. Bundan keyingi vaqt ichida biz davomli do'stlarimiz va sheriklarimiz bilan maslahatlashamiz. Balki shu to'g'rida maslahatlashamiz. Afg'oniston, Iron masalasi qatorliq masalalarda biz diplomatik yo'llar orqali yana ekranda xat uzilib qoldi yana. Endi buni qo'yib turaylik vatandoshim, men 2 kundan beri sizlarga so'zlayotgan asosli tema mavzu dalmi shu 3 oyning 18 kuni 2001 yil 2021 yil 3 oyning 18 kuni Alyaskada o'tkazilgan Amerika Qo'shma Shtatlari va Jungo o'rtasidagi yuqori darajalik suhbati. Bu suhbatga Amerika tarafdan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken, shunaqla Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan qatnashdi. Jungo tarafdan Jungo Kompartiyasi tashqi munosabatlar ishxonasining mudiri Yang Jiechi va
Jungo Tashqi ishlar ministrligining shu vaqtdagi ministri Wang Yi qatnashdi. Bu jarayon keskin elishish, raqobatlashish jarayoni. Shundaqla Amerika taraf suhbat vakillari o'tirib qo'ygandak masalalarning bevosita o'tirib qo'yilishi. Biz sizlarga tahlil qilganni bildik, echib etildi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'tirisidagi muhokama, munozara va diplomatik suhbatlar mavzusi echib etildi. Canınız vatandaş bu 2021-yili. Şundan keyin biz 2022-yilga nazar tashladik vatandaşım. Ona qator sanab o'tdik. Buning ichida xato ketib qolgan ishga jumlaga tuzdi o'tay. Masalan, o'tgan yili 10-oyning 6-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ovoz qo'yish masalasida Amerika boshchiligidagi 19 davlat, bunimi 50 davlat deb ataptı. Men buni ko'chirib, tuzitib, anglashinglarni umid qilamiz vatandaş. Shundan keyin o'tgan yili 8-oyning 31-kuni masalan, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın katibi yoki valisi, o katip emas kechiringlar. Shunda azlicha odam chataqmanmish edi. O'tgan yili 8-oyning 31-kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kishilik huquq komitetining valisi Barchilat xonim 8-oyning 31-kunida Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risida doklad e'lon qildi. Endi hozir demoqchi bo'lgan gapimga bu aralashmagan narsa nima dem? O'tgan yili 2-oyning 7-kunlari atrofida ehtimol mening voqea tartibi bo'yicha esa Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kotibi Guterres Beijingda Rais Xi Jinping bilan ko'rishganda Uyg'ur qirg'inchiligi va Uyg'urlarning kishilik huquqi masalasini qo'zg'aldi vatandaş. Anda yana unutilib qolgan emas, o'tgan yili, yo'q, 2021-yili shu qatori suvari keladigan ishlar edi. Yili 12-oyning 23-kunida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Uyg'urlarni majburiy emgakka solish qonuniga imzo qo'ydi. Bu qonun loyiha rasmiy qonun kuchga oldi vatandaş. Yani nurg'un masalalar var 2022-yili o'ttirisi yuz bergan, lekin bularni qarab qator sanab o'tib ketolmaymiz. Asosligini vatandaşlarning oldiga qo'ydik. Selektirdigan bir nuqta vatandaş 2021-yili 3-oyning 18-kuni Alyaska suhbati hammani echib etish, bevosita so'zlashish, maqsadni oshkorlash, masalan, fikrni oshkorlash, Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan, Uyg'uriston, Hong Kong to'g'risidagi siyosat maydonini oshkorlash suhbat yig'ini bo'ldi deymiz vatandaş. Shundan keyin Amerika Jungo o'tirisida siyosatga bog'liq, millatlarning taqdiri va o'zligiga bog'liq, millatlar munosabati diki jiriklishning sabablariga bog'liq Amerika Qo'shma Shtatlari o'zidan maydonni o'tirib qo'yib nima dedi? Tayvan, Uyg'uriston masalasi, Hong Kong masalasi bu Jungoning ichki ishi emas. Dedi vatandaş. Türkmen tügülü ve selam dedi ki xulasını oldu. Siz şunun keyin 2021-yilda 3-oyning 18-kunidan keyingi taraqqiyot va siyosat voqealariga nazar solib 2022-yilga kirganda Uyg'urlar to'g'risidagi xalqaro siyosiy sahnada Uyg'urlar masalasiga qanday qaraldi? Buning diqqat qilsangizlar, masalaning yildan yilga tadrijiy holda qaysi darajaga yetib kelganligini ko'rib olalaysiz hurmatli vatandoshim. Hozir 2003-yilga yarim yil ketdi. Bundan keyin oldimizda bo'ladigan ishlar, endi belgilangan siyosatlar, buningda Amerika Qo'shma Shtatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi yana qaysi siyosatlarni o'tirg'ilib chiqdi. Buni oldimizda ko'ramiz, vatandoshlarım, oldimizda ko'ramiz.
Endi bu bizge daimilik tema, davamlı sözlep durumuz. Bunun da zerikiş his kılmaymiz, argıllık his kılmaymiz. Çünkü bu 35 milyon Uygurna siyasi hukuka bağlanışlık asılıdır vatandaşa. Yani sözleydiğin sözüm var, yani unutup kaldım. Gördünüz mü işlerini? Geçirelim.